Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. O'tgan hafta mamlakatimiz siyosiy hayotida muhim masalalar bo'ldi. Davlat rahbarini hududlarga tashriflari bu an'anaviy institut. Davlatimiz rahbarini Farg'onaga oldingi borgan davrdagi topshiriqlarning ijrosiga qaratildi. Bu safargi loyihalar partiyamizni saylov oldidagi dasturdagi vazifalarga hamohang keladi. Hurmatli fraksiyadoshlar, kun tartibimizdagi masalalarni ko'rib chiqishni boshlasak. Nimaga loyiha kiritganda shu xalqaro hujjatlar asosida shu tushuncha kiritilmagan. Birinchi o'qishda aniq bir vakolat bergan deydi shu verifikatsiya organlariga bo'ldi. Shu yaroqsizmi, foydalanma, to'xtatib qo'yadi, qaror qabul qiladi. Tunnel qazilyapti, lekin biz uni javobgar qila olmaymiz, chunki javobgarlik yo'q. Betonni masalan markazini belgilash uchun ham standart kerak. Shu tarafidan ertaga tushunmovchiliklar kelib chiqmaydimi? Xabardor bergan shaxsga nisbatan imtiyoz berilyaptiki, tezroq aytayotgandek huquqni nazorat qiluvchi organlar bilan ishlasin, jinoyatni oldini olish kerak. Buning uchun jazo narigidaqa bo'lib, sanksiya kattaroq bo'lishi kerak emasmi? Chunki agar shart-sharoit yaratib bermasa, shu jinoyat bo'lmasdi-yu. Ayrim nuqtada to'g'ridir, lekin ayrim nuqtada masalan shaxsan men qarshiman. Bu xalqimizga nisbatan jinoyat. Biz hozir uzoqroqdan muhokama qilyapmiz-da. Xudo ko'rsatmasin, bolasi doridan zaharlanib o'lgan odamni o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rishimiz kerak. Ana o'sha dorilar mana shu tunnellardan o'tib kelgan. Kimnidir bir bolasi xonavayron bo'lib ketdi, kimnidir bir oilasi xonavayron bo'lib ketdi. Mana shunaqa yondashuv bilan qaralsa, bu milliy genofondga, millatimizga nisbatan jinoyat ekanligini hech qachon esdan chiqarmagan holatda keskin javobgarlikni oshirib tashlash tarafdoriman. Aniq holatda qaysi xatti-harakat ekanligini yo tushunchasi berilmagan, yo huquqiy mezoni berilmaganda, bu o'z-o'zidan tushunmovchilik olib kelishi mumkin. Bu imtiyozlarni darajasi, ko'lami jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikka keltirib chiqarmasligi kerak. Yevropaning qaysidir davlatlarida ayolga kompliment qilib turib kiyimini kiygizib qo'ysangiz kamsiz bo'ladi. Bizga tushmaydigan standartlar bor. Huquqbuzar mana shu vaziyatda jarayonda ishtirok eta olmay qoladi. Ya'ni o'zini o'zi himoya qila olmay qoladi-da. Bu qanchalik to'g'ri? Ikkinchi qismda oxirgi normasiga e'tirozim bo'lardi. O'tgan safar ham xorijiy tajribani o'rganganmiz deyapsizlar. Bu safar ham mana o'rganibsizlar. Italiya, Rossiya, Qozog'iston deyapsizlar. Lekin ularda ham yuqori patolog chegara yo'q. Biz ish beruvchiga nisbatan bunaqa adolatsiz yondashish orqali bir narsaga erisha olmaymiz. Va buni nimaga shu huquqiy eksperiment tarzida biron bir tumanda bir ko'rib chiqish ko'zda tutilmayapti. Shunda ko'rardik. Bu tizim elektron platforma qanchalik to'g'ri ishlayapti. Qaysidir muammoni hal qilish uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali hal qilmoqchi bo'lamizda, bu javobgarlikni kuchaytirish hech narsani anglatmaydi. Muddatimiz bor. Biz ikkinchi o'qishga bekorga qoldirmayapmiz. Mana shu deputatlar bilan biz buni muhokama qilamiz. Mehnat qonunchiligida juda jiddiy tartib bo'lishi shart. Jiddiy tartib bo'lmaganligini hisobiga odamlar daromadidan ayrilib qolyapti. Qonunni rad qilishga asosimiz yo'q, sababiki juda ko'p mehnat munosabatlarini tartibga soladigan normalar bor. Tadbirkor kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunga qarshi harakat qildimi, jazosini ko'rish kerak. Norasmiy ishlatmasin hech kim. Daromadini ko'rsatsin, daromadini soliq to'lasin. Daromadini ko'rsatmasdan daromad qilayotgan tadbirkor yashirin iqtisodiyot hisoblanadi.